tayyor, ko'pchilik biladi mutaxassisni, bilmaganlar uchun esa hali albatta to'xtalib o'tamiz. Undan tashqari Surxonda Vladimir Andreyev ko'rsatilgan. Endi shtabda yana Orif Anorov, Elyor Uzoqov, Yevgeniy Lagutinlar bor. Jamoa vakillari to'pni olib qo'yishda va birinchi imkoniyat darhol bo'ladi. Chog'i zarba va darvozamondan zaif. Kerak. Zikrulloh Muxtorov. Chap qanot winger sifatida ko'rsatilgan Jamshid Amonov bor. Murabbiylarning bizga ichkariga uzatma, xavfli vaziyat Surxonda imkoniyat. Chiroyli fint zarba va qaytarildi himoyachilar. Hozir darvozabonga ish qoldirishmayapti. Surxonda imkoniyat. Ortga pas aniq zarba va yana himoyachilar qaytarishmoqda. Saqlab qolinmoqda. Olisdan zarba esa noaniq chiqdi. Ko'rib olaylik. Oldinga uzatma, xavfli vaziyat. Mana imkoniyat Bunyodkor. Va qanday harakat? Hakam. Penalti. Ham kech qoldi deb hisoblamoqda bosh hakam. Chindan ham birga bir chiqib borayotganda hammasi joyida edi. 91-raqamda harakat qilayotgan Asadbek Anvarov va zarba berayotgan lahzasida ortdan himoyachi keldi. Hali zamon takror lavhani balki ko'rib yana bir oydinlik kiritamiz. Mana taqdim qilishmoqda rejissyorlar. Chindan ham biroz kech qolganga o'xshayapti. Anvarov yaxshi ochildi. Bundan tashqari sprint bo'lish tezligi oldi. Zarba va save darvozabon Natashev. Kunimizda ham sekin-astalik bilan graduslar oshib bormoqda. Burchakdan bilmadim, Bunyodkor qulayroq. Ruxsat bor. Uzatma ham bor. Ortga olisdan yo'llangan zarba bo'laydi, chunki hozir Cristiano Ronaldoning joylashuvi. Uzoqdan zarba va o'tdi to'p, darvozabon ikkinchi urinishda egallab oldi. Polidor oson sochilib ketdi. Lekin kuchsiz chiqdi zarba. Uzoqdan yana bir urinishki o'sha nuqtada bo'lishi mumkin bo'lgan, ya'ni kirib borishi mumkin bo'lgan sheriklariga. Bunyodkor biroz faollashganini ichkariga uzatma, xavfli vaziyat, darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yubordi va keyin esa bir ramallab uzoqlashtirishga erishdi. Faqat uzatma yomon chiqmadi. Darvozabon xato qildi. Bosh bilan o'ynashga urindi. Moqta chap qanot markazga kirib borayotgan futbolchilar bor. Asadbek Anvarov. Penalti. Qo'l bilan o'ynaldi deb hisoblandi chamasi, chunki u yerda qo'pollik yo'q edi. Tushunishim bo'yicha hozir aniqlaymiz. Surxon futbolchilari e'tiroz bildirishmoqda hakamga. Bizda takror lavha bor. Anvarov bu yerda hammasi joyida. Mana bu yerda. Endi yiqildi, qo'liga to'p tegdi. Agar bu harakat, ya'ni mana shu tegish bo'lmaganda balki to'pga Bunyodkor vakili egalik qilardi. Shu mantiqqa asosan uchrashuv hakami Ergashev zarba va gol. Hisob ochilmoqda. Oxir-oqibat bu safar olib bo'lmaydigan qilib yo'lladi zarbani Bunyodkor vakili. Ko'rinishdagi zarba edi endi. Bo'ldi. Hakam epizodni hatto boshlanishiga ham imkon bermadi. Tanaffusni e'lon qilmoqda. 1-0 baribir gol ko'rdik. Ochig'i 0-0 da tanaffusga chiqib ketamiz deb o'ylayotgandim. Harakati oxir-oqibat golga aylandi. Ya'ni ikkinchi urinishga penalti nazarda tutyapman. Uchrashuvda birinchi kuzatib borishlari kerak. Orif Anorov adashmasam bu ko'rsatma beryapti. Uning jamoasi himoyalanmoqda. Ichkariga uzatma, xavfli vaziyat. Qaytarildi to'p. Juda qiyin edi har holda. Surxon yana darvozabon chiqdi. Futbolchi tezlik olib to'qnashdi. Uning uzatmasi yuqoridan, xavfli vaziyat. Mana ikkinchi aniq zarba. Bunyodkor yana chap qanot, jarima maydonchasi ichiga kirdi futbolchi bu safar. Ohista ortga, xavfli vaziyat, zarba va baribir gol bo'lmoqda. 0-2 qaytargandek edi darvozabon, lekin Raul Jeparov takroran ko'ramiz. Mana bunday tashlab berildi. Ohista qarang, darvozabon
to'pni qaytarishga juda yaqin edi. Boya ham o'zi Paxtakor ishtirokidagi o'yinda aynan mana shu darvozaga adashmasam, shu ko'rinishda shunga o'xshash bir gol kiritilgandi darvozabonning. Bu esa Raul Jeparov do'stlar, Server Jeparovning farzandi. Bunyodkor ozgina baribir ustunlik qilyapti, tan olish kerak. Darvozabon oldinga chiqqandi. Bor. Qo'shimcha o'sha kompensatsiya davri bilan. Ikkita gol urish mumkin. Pas va gol! Uzatma deb o'ylaganim super zarba bo'lib chiqdi va hisobni qisqartirmoqda. Surxon qoyil qolish kerak. Hozirgina aytib turgandik, hisob qisqartirilishi muhim deb va qanday qisqartirilmoqda e'tibor qarating. Oddiy zarba emas. 3-golni haligi urishga harakati kuzatilmayotgandi. Yo'q, bu o'zi zarba muallifi Quvondiqov emas. Biroz xato ma'lumot ketdi. Yaqinlashdi Bunyodkordan ichkariga uzatma, darvozabon egallab olish kerak. Emas, ammo hujumi juda xavfli. Hozir navbatdagi imkoniyat Bunyodkorda. Futbolchi markazlashmoqda. Zarba va gol! Hal qildi o'zi. Qoyil qolish kerak bu vaziyatda. Juda chiroyli harakat bilan Bunyodkor futbolchisi 87-raqamda harakat qilayotgan Abulfayz Bobomurrodov hujumning oxirgi fazasidan namoyish etilmoqda. Aslida Bunyodkor vakili ancha uzoqdan to'pni olib keldi, markazlashdi va mana bu zarbani yo'lladi. Ikkinchida favqulodda tez bo'lgan. Surxonda o'zgarishlar, Salimov hamda Shabanov maydonga tushishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Azizbek Safarboyev uchun esa o'yin nihoyasiga yetdi. Mana. Oqlash qiyin. Qordan, hatto to'g'ridan-to'g'ri aybdor bo'lmasa ham. Surxon ichkariga uzatma. Xavfli vaziyat zarba. Zarur zarba, kerak zarba, ammo qani o'sha zarba? Yo'q. Imkoniyat kelishi mumkin. Surxonda hali ham borish imkoniyat zarba. Noaniq. Mana bu yerda Surxon futbolchilari to'pni olib qo'yishdi. Biroz keyinga qoldiraman fikrni. Ichkariga uzatma, zarba va voy qanday imkoniyat. Yana bir zarba, gol! 2-3. Mana do'stlar sizga futbol. Gol muallifi esa Ozodbek Sattorov. Bu bolada dubl do'stlar. Mana zarba, darvozabon qaytardi, futbolchi vaziyatdan foydalana olmadim deb xafa, asabiylashayotgan vaqtda Surxon vakili uning ortidan sheriga gol urmoqda. Ishora berdim. Futbolchi uning ortidan uzatma ham. Darvozabondan o'tdi vaqt. To'p qaytarilmoqda. Qoyat ko'ramiz. Burchakdan to'p o'yinga kiritib berildi mana. Xo'p, qarab turamiz. Chiziq ustidan qutqaruvchi futbolchi esa 67-raqamdagi Odiljon G'aniyev. Agar hisob o'zgarmasdan natija saqlansa-yu Bunyodkor yarim finalga chiqadigan bo'lsa, G'aniyev nomi bilan oldinga. Juda ham kuchli darvozabon egallashi kerak. Shunda mana o'sha vaziyat, qarang. 70 Bunyodkor saqlab qoldi. Musulmonov to'pni chiroyli harakatlar, aniq uzatma, xavfli vaziyat, zarba va gol. Agar hammasi joyida bo'lsa, lekin hammasi joyida emas, ofsayd. Unga Shukurovga uning uzatmasi, xavfli vaziyat, zarba va yo'q. Darvozabon to'pni egallab oldi. Surxonda imkoniyat yuzaga kelishi mumkin. Darvozabon chiqdi va to'pni uzoqlashtirmoqda. Tashlab berdi. Bunyodkorda imkoniyat maydonda qaytsak. Ruxsat bor. Uzatma ham bor. Ancha xavfli va burchakdan to'p o'yinga kiritiladi. Erkin bitta o'zgarish bo'lyapti. Normurodov maydonga tushyapti. 54-raqamda harakat qilgan Akbar Mamarrajabov o'rniga. Xuddi shunday 5 dan imkoniyat Bunyodkorda. Hammasiga uzil-kesil nuqta qo'yish mumkin. Zarba va vergul. Nuqta qo'yilmayapti. Vergul. Hali ham mavsum play-off bosqichi. Chorak final. Surxon Bunyodkor 2-3. 95-daqiqa. To'p Surxonda, futbolchi yiqildi. Qaror qanday? Penalti. Penalti. Mana sizga do'stlar drama.
Bizga, sizga, hammamizga Shekspir ham yozib bera olmaydim. Qarang. Hop. To'qnashuv, endi qaror qabul qilib qanday mas'uliyat? To'pni nuqtaga 26-raqamda Behruz Shukrullayev o'rnatmoqda. Surxon Bunyodkor, chorak final, ruxsat bor, zarbacha. Zarba va gol! 3-3. Yonib ketdi bu yog'i. Maydonga yugurib tushayotgan Surxon futbolchilari go'yo final, go'yo ular g'alaba qozonishdi, lekin shunga teng qiymat hosil bo'lmoqda aslida. Behruz Shukrullayev hisobni tenglashtirmoqda do'stlar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. 3-3. Eslaysiz-a? Eslaysiz. Husniddin. Va do'stlar, 97-daqiqa. Bo'ldi. Hammasini seriya hal qiladi. Seriya hal qiladi. Penaltilar seriyasi bizga yarim finalchini aniqlaydi. G'arb va Sharq to'qnash kelganda asosiy vaqtda g'olib aniqlanmadi. Seriyani albatta ko'ramiz. Mana gol. Yo'nalishni topmadi darvozabon. Xo'p. Jarayon ortda qoldi. Qanday bo'ldi tanlov? Kim bor? Behruz Shukrullayev. Darvozada o'sha penaltini o'tkazib yuborgan Hasan Isroilov. Mana sizga duel. Mana endi zarba ham bor va noaniq. Shukrullayev o'zi shu nuqtaga olib keldi jamoani, ammo birinchi penalti Qodirjonov zarba va gol. Yo'q. Yarim final masalasi o'rtada. Raqib Paxtakor. Birinchisini aniq ketgan, hozir aniq bo'lishi juda muhim. Zarba va gol. Hisobni tenglashtirmoqda. Normamatov Sardor sifatida. Mana zarba va gol. Gol. Sal tavakkal zarba yo'lladi, lekin zarba va save. Mana save do'stlar. Zarba muallifi Elbek Bahodirov edi. Save muallifi esa Hasan Isroilov. Ikkitadan zarbalar bo'ladi, biroq Sulmonov. Ko'ramiz, kuzatamiz. Zarba va gol. 3-1. Futbolchi zarba yo'lladi va gol. Yo'q, ancha xotirjam. Seriya davom etadi. Shu yerda bir jamoa hozir oldinga yuguradi, bir jamoa esa afsus chekadi. Abdulfayz Bobomurodov. Ruxsat bor. Asilbek Atashev qay bir yutib chiqadi. Zarba va yo'q! Seriya davom etadi do'stlar. Seriyada ham intriga cho'qqiga chiqyapti. Hot bor. Zarba bor va gol. Seriya davom etadi. Chalg'itishga urinyapti darvozabon raqibni. Ilhomov. Ruxsat bor. Tayyorgarlik bor. Zarbachi. Zarba va gol. Bunyodkor yarim finalda. Yarim final kutmoqda. Atashev o'yinning eng yaxshi futbolchilaridan biri baribir men uchun. Seriyada qo'shilasiz. Mana shu nuqtada bugungi o'yin ishtirokchilariga minnatdorlik bildirib, ertangi uchrashuvlarda jamoalarga omad tilab, Sharqtorov Tolipov bo'ldi. Keyingi bahslarda ko'rishguncha